Assalomu alaykum hammaga demay boshladik. Bugungi tugayotgan kitobimiz Asqat Muxtorning Buxoroning jin ko'chalari haqidagi kitobi bo'ladi. Bu kitobning qahramoni hamma bilgan, tarixchilar yaxshi biladi, bu tarixchi bo'lmagan insonlar ham bilishi mumkin. Fayzulla Xo'jayev haqida. Ya'niki uning Fayzulla Xo'jayevning bolalik yillari, bolalik xotiralari, Buxorodagi kechgan yillari, umrlari haqida yoritib berilgan. Bu kitobda har birini sharhlab o'tib bermayman. Uning qisqa va lo'nda nima haqida yoritilganligini aytib beraman, sizlar bilan ulashaman. Buxoroning jin ko'chalari, bu nomiga kelaylik. Dastlab Fayzulla Xo'jayev Moskvada o'qib kelgandan keyin Buxoroning jin ko'chalariga tushib qoladi. Buxoroning jin ko'chalariga tushishdan oldin esa uning otasi Ubaydulla Xo'ja ancha kasal betob bo'lib yotgan edi. U vafot etgandan keyin haqiqiy Buxoroning jin ko'chalariga kiradi. Buxoroning jin ko'chalari, jin ko'chaning nomlarini sanab beraman sizlarga. Dastlab u o'zining Moskvadagi o'rtog'ining dadasining uyiga boradi. Ya'niki Buxoroda dadasi graf bo'ladi. Ruslarning grafi bo'ladi. U bu yoqqa kelgan bo'ladi. Kelganida uning uyiga boradi. Uysiz uyi albattaki zo'r. Buxoroga borsa hamma yer chang, to'zon, loyshvoq uylar. Uning uyiga borganda esa hamma narsa o'sha Moskvada turgani kabi hammasi zo'r. Chotki hammasi yaxshi, zo'r holatda turgan bo'ladi. Shundan keyin bu yaxshi odam ekan, demak meni orzu niyatlarimni tushunadi deb o'ylaydi. Uning orzu maqsadlari Buxoroni Moskvaga o'xshatish, ya'niki ikkalasini solishtiradi. Borib kelgandan keyin qarasa, u yoqda hamma insonlar baxtli, hayotdan baxtli, tezak yoqmagan, hammasi ko'mir yoqadigan insonlar, hammasi bir-birini tushunadigan ziyoli qatlamlar bo'ladi. Bu yerga kelganda esa umuman boshqa holat ro'y beradi. Undan keyin u graf katta ishlarni amalga oshirgan bo'ladi. Ya'niki u tog'dan tushayotgan suvlarni yo'lini to'sib, suv ombori qilgan bo'ladi. Suv omborini qilganligini u shunday ta'riflaydi. Graf aytayapti: "Men suv to'g'onlarini qilganimdan maqsadim, odamlar yozda qiynalsa, men ularga keyin suv beraman degan maqsadda aytadi." Ya'niki suv to'g'onining maqsadi ham shu. Lekin uning orqa tomoni esa u suv to'g'onini o'z puliga qurdirgan hamda yozda uni pulga sotadi. Sug'orish maqsadida suv hech qayerda qolmaydi. U tomchilab kelayotgan ariqlardagi suvlar ham to'xtadi. Uni o'zini to'g'oniga burgan. Ya'niki uning haqiqiy o'zi xalqniki bu suv. Lekin u to'g'onni to'sib turib, ularga sotyapti. Buni bitta yo'li shu. Uni yaxshi odam deb biladi Fayzulla Xo'jayev. Uni yaxshi deb odam bilgandan keyin unga ishonadi, ko'nikadi, uni uyida ancha vaqt bo'ladi. Lekin uning kirdikorlari sekin-asta ochila boshlaydi. Xo'p, qochib kelgan insonlar bo'lgan Rossiya hukumatidan, ya'niki o'sha paytdagi hukumatdan qochib kelgan insonlar bor edi. Ularni u ishlatayotgan edi. Ya'niki to'g'rirog'i uni bitta cho'loq odam bo'ladi. Ya'niki u ikki kishi grafda olta cho'loq odam bor. U inson ishlatayotgan edi. Ko'mir qazdirayotgan edi, ko'mir konida. Chamasi 7-8 kishi. Uni istab odamlar kelishadi. Reviziyo, ya'ni tekshiruvchilar kelishadi. Uni odamlarda agar bilib qolsa, u grafni ham, aliy cho'loq odamni ham olib ketadi. Zindonga tashlaydi yo bo'lmasa o'ldirib ham yuborishi mumkin. Shundan keyin ana cho'loq odam grafni oldiga keladi. "Ey, nima qilamiz?" dedi. "Bilganingni qil, meni bunaqa ishlarga aralashtirma, o'ldirasanmi, nima qilsang qil" deydi. Buni Fayzulla eshitib qoladi va undan keyin ana u cho'loq ko'mir koniga suv oqizib yuboradi va ichidagi yosh 7-8 odam barisi vafot etadi. Shu Buxoroni jin ko'chalariga kirib qolishdan maqsad bittasi shu. Undan keyin esa u orqasiga qaytib boradi. Qaytib borgandan keyin din peshvolari, o'sha paytdagi ulamolarga duch keladi. Ularga ishonib Makkadan Buxorodan Makkagacha bo'lgan temir yo'lni bitkizish uchun
ularga pul beradi. Xullas mablag' ajratadi. Ajratgandan keyin otib ketadi u inson. U ulamo otib ketadi. Otib ketgandan keyin u yana bitta jin ko'chasi edi. Ya'niki u unga ishongan edi. Chiroyli so'zlariga bog'lanib qolgan edi. O'sha paytdagi ulamolarni shunday bu kitobda shunday tasvirlaydiki, shiyalar va sunniylar urushi, kasb kiysa bo'ladimi, kiymaydimi? Shu kabi oddiy soqol qo'ysa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shu kabi narsalarga aralashib qolgan, o'zini o'zi yeb bitirayotgan dek ko'rsatadi. U yana bitta jin ko'chasi shu edi. Undan chiqdimi, undan keyin esa jadidchilikka kiradi. Ya'niki u jin ko'chalar desa xato bo'lar, chunki u yo'l to'g'ri edi. Biroq o'sha ham jin ko'chalar kabi uni barbod qiladi. Ya'niki oxirida hamma maslakdoshlarini Buxoro amiri qamab qo'yadi. Uni ham Fayzullo Xo'jayevni qamagani kelishidan 3-4 soat oldin, ya'niki bir kuni u har kuni tomga chiqib yotadigan bo'ladi. Tomga chiqib yotganida kunlardan bir kuni tog'asini qo'shnisi bor, Mo'minsho degan, o'sha keladi. O'sha kelib turib yurib ketdik deydi. Tezroq bo'lmasa tong otib qoladi, yorug' bo'ladi. Seni hibsga olishga askarlar keladi deydi. Hayron bo'ladi-da, mana tog'asini oldiga boradi. Undan keyin shu orqali qochib qoladi. Agarda qochib qolmaganida uni ham hibsga olishardi hamda zindonga tashlashardi. Shu kitob. Bu kitob asl mazmuni nima? Bu har bir o'smir o'qish kerak bo'lgan, har bir yosh avlod o'qish kerak bo'lgan kitob. Unda har bir javhalar, har bir o'smirning katta hayot yo'liga qo'ygan yo'lini sekin asta yoritib borilgan. Ya'niki to'g'ridan to'g'ri hamma narsaga ham kim qayerga boshlasa o'sha yerga ketish kerakligi emas, balki aql bilan to'g'ri borish kerakligi yoritib o'tilgan. Undan keyin vatan ozodligi, vatan ravnaqi, vatan farovonligi uchun jon qayg'urish, o'zini pulidan ketsa ham vatanni ravnaqi uchun o'z hissasini qo'shish kabi insoniy vatandoshlik, vatanparvarlik fazilatlari uyg'unlashtirilgan bu kitobda. Juda lo'nda, qisqa kitob, insonni uncha qiynab yubormaydi. Ya'niki ilmiy kitob emas. Bu badiiy kitob. Shu qisqacha Buxoroning jin ko'chalari Asqat Muxtorniki o'qib chiqing. Xudo xolasa juda zo'r kitob. Bugun kitob sharhimiz shu edi. Ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.